Samkojdan Zolotoy etajdan 3-etajdan 82 kvadratli 3 xonali polnoценный kvartiramiz sotuvga chiqqan. Bizlar hozir mana shunaqa mehmonxona turibmiz. Chiroyligina Yevra remont qilingan. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Qani ketdik. Mana bu yerda bizlarda prixoja bo'ladi. Mana shunaqa kattagina prixoja. Asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel qilganlar. Mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'rishlaringizdek, kravat qo'yilgan, tumbuchka, termolar o'rnatilgan do'stlar. Balkon ham bor kvartiramizda. Mana bu yerda отдельно garderobная qismi bor. Bu yerda esa balkonga chiqadigan joy. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida ham kravat qilingan, ikkita shifoner va mebellar o'rnatilgan. Mana bu yerda bizlarda sanuzol joylashgan do'stlar. Mana shunaqa kattagina va mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Oynasi ham bor do'stlar. Kvartiramiz dvухконтурный kotел o'rnatilgan, cho'qli radiatorlar qilingan, kadastri bor. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda bilsam bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.